75-mavzuga demak boshlaymiz o'quvchilar. Ulush va qismlar mavzusi ekan. Yondosh mavzu, konstruktor, ulush, qism, surat, maxraj. Xo'sh, demak mana bu tomonga rasm berilgan. Demak, bugungi mavzu o'rganish jarayonida ulush nima, qism, surat, maxraj, shular haqida, surat nima, maxraj nima, shular haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Xo'sh, birinchi masalada sonlarni o'qing debdi-yu, son bergan. Xo'sh, demak 92, 156, 8407, 30200, 509002. Xo'sh, 7 dan 6, 5 dan 1, 19 dan 4. Xo'sh, mana bular uchalasi. Xo'sh, qismlarni bildiradi o'quvchilar. Xo'sh, demak, shu mavzudagi misollar, masalalarni yechish jarayonida mana shular haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu sonlar qanaqa sonlar ekanligi haqida aytib o'tamiz o'quvchilar. Ikkinchi masalamiz, demak, ikkinchi masalada nima deyapti? Har bir detalning qanday qismi qizil rangga bo'yalgan? Xo'sh. Mana bu yerda. Xo'sh, demak, qanday qismi deyapti? Bu yerdagi xo'sh. Demak, bu yerda 7 yozgan, 9, 4. Demak, buni qanday qismi qizil rangga bo'yalganligini topish uchun mana bu bitta sariq bo'lakchani bir dona deb hisoblasak, jami mana shunaqa bo'lakchadan nechta borligini sanaymiz. Xo'sh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demak, bunaqasi 9 ta. Xo'sh, shu 9 talikdan mana bu yerda necha qator bor topamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Demak, bunaqasiga ham 9 ta ekan. Demak, 9 tadan 9 qator bor. Jami 81 ta mana shunaqa elementchasi bor. Shundan nechtasi qizil rangga bo'yalgan sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demak, qanday qismi deganligi uchun 11 qismi deb javob beramiz. Jami o'zi 81 ta qismchadan iborat, shundan 11 ta qismchasi qizil rangga bo'yalgan. Xo'sh, bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ham o'sha narsa, ya'ni 81 ta jami bo'lakchasi bor, mana bunday shaklda. Xo'sh, endi bunga qizil rang nechtaligini sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demak, bunga 17 qismi. 17 qismi. Keyingisiga. Xo'sh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunga 15 qismi qizil rangga bo'yalgan ekan. Xo'sh, demak, butunning qismi gorizontal chiziq bilan ajratilgan ikkita son ko'rinishda yoziladi. Xo'sh, mana gorizontal chiziqda mana buni aytayapti. Ikkita son ko'rinishda yoziladi. Demak, yuqori qismida turgan son surat. Xo'sh, surat. Ostida turgan son esa maxraj deb nomlanar ekan. Masalan, 10 dan 7 bo'lsin. Demak, bizga surat 7 ga teng, maxraj 10 ga teng. Yoki 4 dan 3 deylik. Surati 3, maxraji 4. Xo'sh, yoki 8 dan 6 bo'lsin. Surati 6, maxraji 8. Maxraj butun son necha qismga bo'linganini ko'rsatadi. Mana bu yerda maxrajda turgan son, bitta masalan mana bitta butun narsa jami nechta bo'lakka bo'linyapti. Mana bunga 81 ta bo'lakka bo'lingan-ku. Demak, jami umumiy bo'laklar soni maxrajga yozilar ekan. Masalan, mana shuni yozmoqchi bo'lsak. Xo'sh, 81 umumiy bo'laklar soni 81. Xo'sh, surat esa nechta qism olinganini ko'rsatadi. Bizga mana bu qizil rangga bo'yalganini so'rayapti. Mana shuncha qismi olingan. Xo'sh, olingani mana bu 11 edi. 81 dan 11 qismi qizil rangga bo'yalgan desak bo'ladi. Bunisi 81 dan 17 qismi.
81 dan 15 qismi. Ya'ni mahrajda turgan son umumiy bitta butun narsani umumiy bo'laklar soni, ya'ni nechta bo'lakka bo'lingani, xo'sh, surati esa bizga keraklisi, ya'ni olingani shuni bildirar ekan. Bu yozuv oddiy kasr deb ataladi. Demak, bu yozuvimiz oddiy kasr deb nomlanar ekan. Kasrlarni o'qish namunasi 3 dan 1 ulush o'qilishi qarang. 3 dan 1 ulush. Ya'ni dan qo'shimchasi mahrajga qo'shiladi. Masalan, 7 suratga 2 bo'lsin. 7 dan 2 deb o'qiladi. Xo'sh, yoki 9 bu yerda 5 bo'lsin. 9 dan 5. Dan qo'shimchasi mahrajga qo'shiladi. Bunisi 156 dan 7 ulush. Ulush degani mana qismchasi, mana shu qismchasi. Demak, mana oddiy kasrlarni o'qishni o'rgandik. Yuqori qismdagi son surat, pastdagi son mahraj deb nomlanar ekan. Ular ikkalasi gorizontal chiziq bilan ajratib yoziladi. Xo'sh, yoki mana birorta mana shu 4 burchak deylik. Mana 4 burchak, qarang. 4 qismga bo'lindi. Shuni bittasini olyapman. Xo'sh, buni kasr qilib ifodalash uchun, matematik son bilan ifodalash uchun demak nima yozamiz? Umumiy bo'laklar soni 4 ta, bizga keraklisi 1. 4 dan 1. Xo'sh, endi ikkitasini olmoqchi bo'lsak, demak umumiy bo'laklar soni 4 ta, ikkitasi 4 dan 2. Xo'sh, bo'yalmagan qismi qancha desa, demak 4 dan 2 deb javob beramiz. Chunki bo'yalmagani ham ikkita-da bu yerda. Xo'sh, mana bu oddiy kasr haqida ozgina ma'lumot edi. O'quvchilar, demak dars davomida hammasini o'rganib boramiz. 3-masalamiz og'zaki ekan. Quyidagi sonlarni o'qing, qonuniyatni toping va ketma-ketliklarda yana ikkitadan kasrni yozing. Xo'sh, 4 dan 1, 7 dan 1, 11 dan 1, 16 dan 1. Xo'sh, qonuniyatga e'tibor beradigan bo'lsak, demak 4 dan 7 ga o'tish uchun 3 ta qo'shgan. 7 dan 11 ga o'tish uchun 4 ta qo'shyapti. Xo'sh, 11 ga 16 ga o'tish uchun demak 5 ta qo'shgan. Keyingi sonni topish uchun demak bunga 6 ta qo'shamiz. Demak 16 ga 6 22 dan 1. Xo'sh, keyingisi necha bo'lish uchun bunga 7 ni qo'shamiz. 29 dan 1. Mana ikkitasini toping deb topdik. Keyingisi 12 dan 3, 12 dan 5, 12 dan 8, 12 dan 11. Xo'sh, bundagi qonuniyat e'tibor beradigan bo'lsak, qarang. 5 bo'lishi uchun 2 ni qo'shyapti. 8 bo'lishi uchun 3 ni qo'shyapti. 11 bo'lishi uchun. Xo'sh, yana 3 ni qo'shyapti. Demak, xo'sh, 3 mana bu yerda qonuniyat 2 xil ketyapti, o'quvchilar. Xo'sh, demak biz ham 3 ta qo'shamizmi yoki mana bu yerda yoki 2 bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki har biriga mana bular 3 tadan qo'shib boryapti-ku, bu 2 ta bo'lib qonuniyat bir xil ketmayapti-da. Mana bunga qarang, bir xil ketyapti. Bittadan oshib boryapti. Demak bu 3 qo'shilyapti yoki bunisiga 4 qo'shilgan. Keling 4 qo'shamiz. 12 dan 12 deymiz. Xo'sh, keyingisiga 5 ni qo'shamiz. Xo'sh, demak 12 dan 17. Keyingisini bilish uchun 6 ni qo'shamiz. Demak 6 ni qo'shamiz. 12 dan 23. Xo'sh, bunisi 3 dan 1, 4 dan 2, 5 dan 3, 6 dan 4. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, surat ham bittadan oshib boryapti, mahraj ham bittadan oshib boryapti. Demak, keyingisi bo'ladi 7 dan 5. Mana suratni ham bitta oshirdik, mahrajni ham bitta oshirdik. Xo'sh, keyingisi 8 dan 6. Mana bir boshdan hammasini bittadan oshirib kelgan. Demak, biz ham bittadan oshirib ikkitasini topdik. Xo'sh, navbatdagisi 22 dan 10, 21 dan 9, 20 dan 8, 19 dan 7. Xo'sh, endi bunga e'tibor beradigan, mahrajga e'tibor beradigan bo'lsak, bir ayrilyapti. Suratdan ham bir ayrilgan. Demak, keyingisini topish uchun biz ham surat va mahrajdan birini ayiramiz. 19 dan birini ayirsak 18, 7 dan birini ayirsak 6. Keyingisi yana birini ayiramiz. Demak, 17 dan 5.
va hokazo shu tartibda davom ettirish mumkin. Bizga ikkitadan so'ragani uchun faqat ikkitasini topsak yetarli. 4-masala, demak chizmalar yasang, 12 cm uzunlikda kesma chizing, kesmaning 4/1 qismini bo'yang. Bu necha santimetrni tashkil etadi? Xo'sh, demak 12 cm uzunlikdagi kesma chizamiz. Har ikkita katagimiz 1 cm deb bo'lsak, chunki sizni daftaringizda ikkita katak 1 cm ga to'g'ri keladi. Xo'sh, 24 ta chizishim kerak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Mana 12 cm. Xo'sh, aytyapti. Kesmaning 4/1 qismini bo'yang. 12 jamisi 12 cm bo'lsa, demak jamisi 12 cm bo'lsa, buni 4/1 qismini topish uchun 12 ni bo'lamiz 4 ga. Xo'sh, bir qismi kelib chiqadi. Bu 3. Demak, har bir qismi 3 cm dan ekan. Qarang, ikkitasi 1 desak, 6 tasi 3 cm. Bitta, ikkita, 3 ta, mana 4 ta. 4/1 qismini bo'yang deyapti. Mana, xo'sh, bo'yaymiz. Bu necha santimetrni tashkil etadi? Xo'sh, 4/1 qismi 3 santimetrga teng ekanligini biz topgan edik. Xo'sh, keyingisi 15 cm uzunlikda kesma chizing. Kesmaning 5/3 qismini bo'yang. Bu necha santimetrni tashkil etadi? Demak, 15 cm bo'lish uchun bizga 30 ta katak kerak. Xo'sh, bu 24 ta edi. Shunga 6 ta qo'ysak 30 cm bo'ladi. Xo'sh, mana 24. Mana 30 cm. Xo'sh, jamisi 15 cm bo'lsa, 5/3 qismini topish uchun, demak, 15 ni buni tepadan yozaylik. Xo'sh, 12/4 teng 3 cm ekanligini topgandik. Xo'sh, demak, 15 ni 5 ga bo'lamiz. 3, ya'ni bir qismi 3 cm kelib chiqadi. Bizga 3 qismi kerak. Ya'ni 5 bo'lakka bo'ling va 3 tasini oling demoqchi. Demak, 3 qismi qanchaligini topish uchun 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. 9 cm. Xo'sh, demak 15 ni 5 qismga bo'lsak 3 cm dan bo'lar ekan. Xo'sh, 1, 2, 3. Mana bu birinchisi. 2. Xo'sh. 3. 4. Bunisi 5-inchisi. Xo'sh, 5 dan 3 qismini bo'yang. Demak, 5 dan 3 qismini bo'yaymiz. Ya'ni keling shuni qalinroq qilib chizaman. Mana 3 qismi. Siz rangli qalam bilan qo'shilib bo'yashingiz mumkin ustidan qalin qilib. Xullas, mana shu. Mana shu 5 dan 3 qismi deyapti. Necha santimetrni tashkil etadi? Xo'sh, 5 dan 3 qismi 9 santimetrni tashkil etar ekan. Demak, javob A-siga 3 cm, B-siga 9 cm tashkil etadi. 5-masala, konstruktorda o't o'chirish mashinasini yig'ish uchun 564 ta detal mavjud. Ularning 3/1 qismi kabinani yig'ishga, qolganining 4/1 qismi ko'tarish mexanizmini yig'ishga ishlatildi. Qolgan qismlardan esa yong'in uskunalari va tirkama yig'ish mumkin. Ushbu yong'in uskunalari va tirkama yig'ishga qancha detal kerak bo'ladi? Xo'sh,
Demak, jami detal 564 ta. Bir qismi kabinani yig'ishga. Demak, kabinani yig'ishga deb qisqa shartini tuzib olaylik. Yig'ishga 3/1 qismi. Xo'sh, qolganining 4/1 qismi qancha qoldi? Xo'sh, demak 3/1 qismi qancha ekanligini topib olamiz. 564 ni 3/1 qismi topish uchun 3 ga bo'lamiz. 5 ni ichiga 1 marta, 2 qoldiq, 26 ni ichiga 8 marta, 2 qoldiq, 24 ni ichiga yana 8 marta. Demak, kabinani yig'ishga 188 ta detal ishlatilibdi. Endi qolganini topish uchun 564 dan ayiramiz 188 ni. Xo'sh, 14 dan 8 ketsa 6. Xo'sh, 15 dan 8 ketsa 7. 4 dan 1 ketsa 3. Demak, 376 ta detal qoldi. Aytibdi, qolganini 4/1 qismi ko'tarish mexanizmini yig'ishga. Demak, 376 ni 4/1 qismi ko'tarish mexanizmi yig'ishga ishlatilgan. Demak, 376 ni 4/1 qismini topish uchun 376 ni bo'lamiz 4 ga. Xo'sh, 37 ni ichiga 9 marta, 16 ni ichiga 4 marta. Demak, 4 dan 1 qismchasi 94 ga teng ekan. Xo'sh, endi qolgan qismlardan esa yong'in uskunalari va tirkama yig'ish mumkin. Ushbu yong'in uskunalari va tirkama yig'ishga qancha detal kerak bo'lgan? Xo'sh, 3/1 qismi kabinani yig'ishga, 4/1 qismi ko'tarish mexanizmi yig'ishga ishlatildi. Jami nechta ishlatilganini topib olaylik. Uning uchun 188 ga, ya'ni kabina yig'ishga 188 ta. Xo'sh, ko'tarish mexanizmiga 94 ta ishlatildi. Jami nechta ishlatilganini topaylik. 12, 17, 18, 2. Demak, 282 tasi ishlatildi. Qolgani yong'in uskunalari tirkama yig'ishga ishlatilgan. Demak, qolgani nechtaligini topish uchun 564 dan ayiramiz 282 ni. Xo'sh, 4 dan 2 ketsa 2, 16 dan 8 ketsa 8, 4 dan 2 ketsa 2. Demak, yarmisi o't o'chirish mashinasi, qarang, bir qismi kabinani yig'ishga, bir ko'tarish mexanizmiga 4/1 qismi ishlatildi. Demak, 282 tasi shularga ishlatilgan bo'lsa, 282 tasi yong'in uskunalari va tirkama yig'ishga ketgan. Demak, javob 282 ta detal yong'in uskunalari va tirkama yig'ishga ishlatilgan. Demak, ishlatildi. Ushbu konstruktor kashf qilingan davlat nomini toping. Demak, 6-masalamizda ushbu konstruktor, mana bu konstruktor kashf qilingan davlat nomini toping debdi. Xo'sh, demak, mana bu yerdagi ifodalarni yozamiz. Chiqadigan qiymati qaysi harfga to'g'ri kelsa, yozib davlat nomini topar ekanmiz. Xo'sh, demak, mana bu konstruktorlar yordamida qaysidir davlatni eskizi chizilgan. Xo'sh, demak, birinchi qiladigan ishimiz A misolni topshirig'ini bajaramiz. 504 bo'lingan 9 ko'paytirilgan 7. 504 9 ga bo'lamiz. 2 xona ajratsak 50 ni ichiga 5 marta, 5 kare 9 45, 5 qoldiq, 54 ni ichiga 6 marta ko'paytirilgan 7. 56 ni 7 ga ko'paytirsak 6 kare 7 42 ni ikkisi, 5 kare 7 35, 4 tildagi bilan 39, 392. Demak, 392 ga A harfi. Ikkinchi misol 13 ko'paytirilgan 75 bo'lingan 5 bo'lingan 3. Demak, birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish. Birinchi ish, demak, 13 ko'paytirilgan 75 ni 5 ga bo'lsak 15 bo'lingan 3.
Xo'sh, demak 13 ni 15 ga ko'paytiramiz, chiqqan natijani 3 ga bo'lamiz. Xo'sh, mana bu yerdan qo'shimcha ishni qilaylik. 13 ni 15 ga ko'paytirib 5 kara 3 15 6. Xo'sh, 3 1 5 9 1 195 ekan. Demak 195. Shuni bo'lamiz 3 ga. 19 ni ichiga 3 6 marta bu 6 kara 3 18 1 qoldiq. 15 ni ichiga 5 marta. Demak 65 ga ne harfi to'g'ri kelar ekan. 3-misol 744 bo'lingan 183 ayrilgan 177 qo'shuv 87. Xo'sh, birinchi ish qavsni ichini bajaramiz. Xo'sh, 744 ni bo'lamiz qavsni ichidan chiqqan natijaga. 13 dan 7 ketsa, demak 6, 7 dan 7 ketsa 0, 1 dan 1 ketsa 0. Demak 6 ekan. Qo'shuv 87. 744 ni 6 ga bo'lamiz. 7 ni ichiga 1 marta, 1 qoldiq. 14 ichiga 2 marta, 2 qoldiq. 24 ni ichiga 4 marta. Qo'shamiz 87 ni. 4 ga 7 11 ni 1, 2 ga 8 10 11. Xo'sh, 1 dildagi bilan 2 211. Xo'sh, 211 ga D harfi to'g'ri kelar ekan. 4-misol 678 ayrilgan 392 bo'luv 4 qo'shuv 61. Xo'sh, 678 ayrilgan 392 ni 4 ga bo'lamiz. 39 ni ichiga 9 marta, 36 3 qoldiq. 32 ni ichiga 8 marta. Qo'shuv 61. Xo'sh, oldin ayirib keyin qo'shamiz. 8 dan 8 ketsa 0, 17 dan 9 ketsa, xo'sh, 8. Bu yerdan bitta qarz oldik. 5. 580. Qo'shamiz 61 ni. Xo'sh, 1 8 ga 6 14 ni 4, 5 bir dildagi bilan 6. 641. Demak K harfi demak bu yerda ishlatilmas ekan. Hozircha bizga kerak emas, chunki 641 degan son yo'q. 5-si 222 bo'lingan 3 qo'shuv 132 ko'paytiruv 4. Demak 222 ni 3 ga bo'lamiz, buni ko'paytirib va qo'shamiz. 222 ni 3 ga bo'lsak, 22 ni ichiga 7 marta. Xo'sh, 1 qoldiq. 12 ni ichiga 4 marta. 132 ni 4 ga ko'paytiramiz. 2 kara 4 8, 3 kara 4 12 ni 2si, 1 kara 4 4, bir dildagi bilan 5. Qo'shamiz. 4 ga 8 12 ni 2si. Xo'sh, 7 ga 2 9, bir dildagi bilan 10. 1 5 bir dildagi bilan 6. Xo'sh, Y harfi 602 ga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, demak mana buni o'chiraylik. Qo'shimcha ishida 6-misolni mana bu yerdan yozaman. 6-misol 132 qo'shuv 76 bo'luv 8 qo'shuv 48. Demak 132 ga 76 ni qo'shsak, 2 ga 6 ni qo'shsak 8. Xo'sh, 3 ga 7 10 ni 0, bir dildagi yo'q. 10 ni 0, 1 esda 1 2. Xo'sh, bo'lamiz 8 ga, qo'shamiz 48 ni. Tenglik. 2 8 8 ga bo'lsa 20 ni ichiga 2 marta bu 16. 2 kara 8 4 qoldiq. 48 ni ichiga 6 marta bu. Qo'shilgan 48. Xo'sh, 6 ga 8 ni qo'shsak 14 ni 4, 2 ga 4 6, bir dildagi bilan 7. Demak I harfi 74 ga to'g'ri kelar ekan. 392 mana bu yerda bor. Demak A. Demak konstruktor bilan kashf qilingan davlat nomi Daniya deb atalar ekan. Xo'sh, mana bu oxirgi misolni ham bajarib qo'yamiz. Xo'sh, 7-misol 700 ayrilgan 26 qo'shuv 15 ko'paytiruv 6 qo'shilgan 114.
Xo'sh, 700 dan ayiramiz. 26 ga 15 ni qo'shsak 41, ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 114. Xo'sh, 700 ayrilgan 41 ni 6 ga ko'paytirsak 246 qo'shuv 114. Xo'sh, 10 dan 6 ni ayirsak 4, 4 ga 4 ni qo'ysak 8. 9 dan 4 ni ayirsak 5, 5 ga 1 ni qo'ysak 6. 6 dan 2 ketsa 4, 4 ga 1 ni qo'ysak 5. Demak, oxirgi misolimizning natijasi 568 bo'ladi. 7-misol tenglamalarni yeching debdi. Demak, tenglamalarni yechish boshlaymiz. Xo'sh, shunday sonni 12 ga ko'paytiring va mana bu natijani qo'shgan paytda mana bu yig'indi kelib chiqsin deyapti. Demak, qo'shiluvchi yig'indi desak, noma'lum qo'shiluvchini topish uchun yig'indidan ma'lum qo'shiluvchini ayiramiz. Demak, 12 ko'paytiruv x, ko'paytiruvchilar o'rni almas, natija o'zgarmaydi. 124.030 dan ayiramiz 67.930 ni. Xo'sh, 12x tenglamaga o'quvchilar bir dona tenglik qo'yiladi. Tenglik qo'yib davom ettirilmaydi. Xo'sh, buni yaxshi bilamiz hammamiz. Xo'sh, 0 dan 0 ketsa 0, 3 dan 3 0, 10 dan 9 ketsa 1, 3 qoldi bu yerda. 13 dan 7 ketsa 6, bu yerda 1 qoldi. 11 dan 6 ketsa 5. Demak, 56.100 ekan. Xo'sh, x teng 56.100 ni bo'lamiz 12 ga. Xo'sh, demak, mana bu yerda qo'shimcha ishni bajaramiz. $56.100 bo'lingan 12. 56-ni 12 4 martaba 48 ayiramiz. 16 dan 8 ketsa 8. 81 ni ichiga 12. Xo'sh, 6 ta beraylikchi. 6 kere 12 72. 9. Mana bu yerda qoladigan qoldiq bundan kichkina chiqsa, demak to'g'ri. 0 ni tushiramiz. 90 ni ichiga xo'sh 7 marta 84. Xo'sh, ayirsak 6. 60 ni ichiga 5 marta bu 60. 0. Xo'sh, demak x'imiz teng ekan 4675 ga. Xo'sh, mana bu tenglama. Demak, x o'rniga qiymatini qo'yamiz. 4671 ko'paytirilgan 12 qo'shuv 67930 teng chiqadi 124030 ga. Demak, buning natijasi ham 124030 teng 124030. Xo'sh, ikkinchi misolimiz 960.000 bölü y ayrilgan 356.016 teng ekan 123.984 ga. Xo'sh, demak, kamayuvchi, mana bu noma'lum bilan birgalikda kamayuvchi o'rta ayirish amali turibdi. Xo'sh, ayriluvchi ayirma desak, noma'lum kamayuvchini topish uchun ayirmaga ayriluvchini qo'shamiz. 960.000 bo'lingan y teng 123.984 ga qo'shamiz 356.016 ni. 960.000 bo'lingan y teng qo'shamiz. 4 ga 6 ni qo'shsak 10 0, 8 ga 1 ni qo'shsak 9 bir dildagi bilan 10 0, 9 ga 0 9 bir dildagi bilan 10 0, 3 ga 6 9 bir dildagi bilan 10 0. Xo'sh, 2 ga 5 7 bir dildagi bilan 8, 1 ga 3 4. Demak, 480.000. Xo'sh, 960.000 ni shunday songa bo'lki 480.000 chiqsin deyapti. Demak, bu sonni topish uchun 960.000 ni bo'lamiz 480.000 ga. Xo'sh, y teng chiqadi 2 ga. Chunki 2 ta 480.000 ni yig'indisi 960.000 ga teng. Xo'sh, demak, mana bu tenglamamiz javobi edi. Yozamiz. 960.000 bo'lingan y o'rniga 2 ayrilgan 356.000
16 teng bo'ladi 123.984 ga. Demak 123.984 teng 123.984 ga. 8-masalani o'qiyman qo'shlar. Konstruktor detallaridan uzun devor yasaldi. Uning qanday qismi qizil detaldan iborat? Bu qismini necha xil usulda yozish mumkin? Shu usullarni ko'rsating deb. Xo'sh, mana bu yerda detallardan uzun devor yasalgan. Aytyapti. Qanday qismi qizil detaldan iborat? Demak, buni ikki xil usulda ko'rish mumkin. Demak, A shartiga jami mana bunaqa g'ishtlarni hisoblaymiz. Xo'sh, shuni bitta g'isht deb o'ylasak, detaldan, xo'sh, shuni 1 2 3 4 jamisi 4 ta. Xo'sh, shularning ichidan bittasi qizil rangga. Demak, 4 dan bir qismi qizil rang. Yoki endi mana bu yerdan bitta birlashtirib chiqqan payt jamisi nechta ekanligini topamiz, qarang. Xo'sh, mana shuni o'zini bitta deb o'ylasak, bunga birlashtirib bir-birovning ichiga tiqiladi-ku, mana bu o'yinchoqchalar. Xo'sh, demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Demak, jamisi 16 ta bo'lakcha bor. Shundan nechtasi? 1 2 3 4. 4 tasi qizil rangga bo'yalgan. Xo'sh, demak 4 dan bir qism bilan 16 dan 4 qism teng bo'ladi. Ya'ni 4 ta bo'lakka bo'lib, mana bu bittasini olganimiz 16 bo'lakka bo'lib 4 tasini olganimizga teng. 4 bo'lakka bo'lgan paytimiz qismlari kattaroq tushadi. Xo'sh, 16 bo'lakka bo'lgan paytimiz qismlari kichkina tushadi-yu, mana shu 4 tasi buni bittasiga to'g'ri keladi. Buni 4 tasi buni bittasiga to'g'ri keladi. Xo'sh, endi besiga o'tamiz. Uni ham ikki xil usulda bajaramiz. Xo'sh, 1 2 3 4 5 6 7. Demak, jamisi 7 ta ekan. 2 yozaman. Shundan nechtasi qizil rangi? Mana bittasi. 7 dan bir qismi besiga. Xo'sh, endi mana bu yerdan buni ham bo'laklarga bo'lib chiqsak, teng o'rtasidan, ya'ni bular ikkitasi birlashtirilgan deb tasavvur qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Demak, jami bo'laklar soni 14 ta, bizaga keraklisi 2 ta. Buni 7 dan bir qism, katta bo'laklarni 7 dan bir qismga, ya'ni 7 qismga bo'lib bittasini olganimiz, kichkina bo'laklarga bo'lib 14 qismga bo'lib ikkitasini olganimizga teng chiqar ekan. Xo'sh, D shartiga aytyapti. Qanday qismi qizil detaldan iborat? Demak, mana bu yerda qizil detal yo'q, o'quvchilar. Xo'sh, biz yashilini topaylik shu yerdan. Demak, 1 2 3 4 4 ta. Jamisi 4 ta bo'lak. Xo'sh, nechtasi yashil? Bittasi. 4 dan bir qism. Endi buni ham bitta qilib ajrataylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Demak, 12 dan jami bo'laklar soni 12 ta. Xo'sh, shundan nechtasi yashil? 3 tasi. Xo'sh, katta qilib 4 bo'lakka bo'lib bittasini olganimiz, kichkina bo'laklarga bo'lib 3 tasini olganimizga teng chiqar ekan. Masalan, shuni boshqacha bir narsa bilan tushuntirib ketsam, masalan, bir non deylik. Mana non aylana shaklga bo'ladi. Xo'sh, ikkalasini o'lchami bir xil deymiz. Xo'sh, shuni 2 bo'lakka bo'lib, qarang. Bir qismini olyapman. Xo'sh, buni kasr shaklida yozishcha 2 dan 1 deymiz. Endi aynan o'sha razmerdagi nonni 4 bo'lakka bo'lib 2 qismini olsam, 4 dan 2 bo'ladi-yu, ammo bo'laklarini
o'lchami bir xil bo'ladi. Chunki buni ham 2 ga bo'lib yarmini olaman, buni 4 ga bo'lib ikkitasini olaman. Qarang, bir xil tushyapti. Yoki aynan yana o'sha o'lchamdagi nonni, qarang, 8 qismga bo'lamiz. Va mana bu 4 tasini olamiz. Bu yerda o'zi o'lchamlari har xil bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin aslida bir xil deb tasavvur qilsak, 4 tasini olganim, ya'ni jami bo'laklar soni 8 ta. Xo'sh, bizga keraklisi 4 ta. Demak, mana bu 3 ta miqdor bir-biriga teng bo'lar ekan. Xo'sh, kimdir nonni yarmini oldi, kimdir 4 dan 2 qismini oldi, kimdir 8 dan 4 qismini oldi. Lekin uchalasi ham aynan bir xil miqdordagi non bo'lagi olishgan. 9-masalamizga yetdik. Demak, Sardor shunday o'lchamdagi, demak mana bu o'lchamdagi 225 ta detaldan foydalanib yuk mashinasi yasadi. Yuk mashinasining hajmini aniqlay olasizmi? Bu har bir detalning hajmiga bog'liqmi debdi. Xo'sh, o'quvchilar diqqat qilamiz. Demak, mana shunaqa o'lchamdagi detaldan foydalanib 225 tasini ishlatgan. Demak, 225 dona detalni ishlatdi. Xo'sh, aytyapti, yuk mashinasining hajmini aniqlab olasizmi? Xo'sh, demak, bittasini hajmini topib 225 ga ko'paytiraversak, jami yuk mashinasining hajmi kelib chiqadi. Xo'sh, o'quvchilar, biz hajm deganda mana shu narsani ichiga qancha miqdordagi narsalar sig'ishini tasavvur qilamiz. Xo'sh, demak, mana shuni hajmini topish uchun mana bu tepasini yoki asos deylik, pastini. Xo'sh, mana pasti bilan tepasi bir xil-ku. Mana buni yuzasini topamiz. Xo'sh, mana yuzasini topamiz. Keyin, xo'sh, yuzasini topsak, faqat mana shu ichin eng ostiga bir qator joylashtiramiz o'sha narsadan. Xo'sh, keyin mana bu balandligiga ko'paytiraversak, shundan necha qator sig'ishi va jami ichiga nechta ketishi kelib chiqadi. Xo'sh, demak, buni topish uchun 30 mm ni, xo'sh, hajmini topish uchun, xo'sh, hajm V harfi bilan belgilanadi. 30 mm ni ko'paytiramiz 15 mm ga. 30 ni 15 ga ko'paytirsam, mana bu osti bilan tepasi bir xil-ku. Demak, ichiga qancha narsa sig'ishi kelib chiqadi, ya'ni bir qator qilib qancha qo'yilishi kelib chiqadi. Uni mana bu balandligiga ko'paytiraversak, jami ichiga siqqan narsalar soni kelib chiqadi. Shuni ko'paytiramiz. 1 sm, qarang, bu millimetr, bu millimetr. Demak, buni ham millimetrga o'tamiz. 1 santimetrimiz 10 millimetrga teng. Demak, ko'paytiramiz 10 millimetrga. Xo'sh, 30 ni 15 ga ko'paytirsak, birinchi 30 ni 10 ga ko'paytiraylik, 300 ko'paytirilgan 15, qarang, millimetr, millimetr, millimetr. Hajm birligi metr kub, millimetr kub bo'lganligi uchun millimetr kub deymiz. Xo'sh, hajm birligi hisoblanadi bu. Biz bilamizki, yuza birligi metr kvadrat, santimetr kvadrat yoki xo'sh, millimetr kvadrat bo'lardi. Hajm birligi esa metr kub, millimetr kub, metr kub yoki santimetr kub, millimetr kub bo'ladi. Demak, bu millimetr kubga teng bo'ladi. 300 ni 15 ga ko'paytirsak, demak 4500 millimetr kub ekan. Xo'sh, mana shuni bittasini o'zi 4500 millimetr kubga teng ekan. Endi shundan 225 ta ishlatilibdi. Shuni 4500 ni ko'paytirib yuboramiz 225 ga. Xo'sh, keling oldin shu millimetr kubni santimetr kubga o'taylik. 1 santimetrimiz 10 millimetr. 1 santimetr kubimiz
1000 millimetr kubga teng. Xo'sh, demak 4500 dan santimetrga o'tish uchun 1000 ga bo'lish kerak ekan. Yaxlit son chiqmaydi. Mayli, keling shu millimetrligicha qabul qilaveraylik. Demak, buni topish uchun 4500 ni 225 ni 45 ga ko'paytirib orqasiga ikkita 0 yozib qo'ysak ham to'g'ri bo'ladi. 5 kere 5 25 ni 5, 5 kere 2 10, 12, 5 kere 2 10, 11. 4 kere 5 20 0, 4 kere 2 8 10 0, 4 kere 2 8 9. Qo'shamiz. 5 2 1 10 arkasiga 2 ta 0. Demak 1 million 12.500 millimetr kubga teng ekan. Xo'sh, santimetr kubga o'tish uchun shuni 1000 ga bo'lib yorish kerak. Bu bo'ladi. Xo'sh, 1012 santimetr kub 500 millimetr kubga teng. O'ninchi masalamiz, demak, bu bo'sh o'tirma ekan. Shaklni katakli daftar varag'iga ko'chirib chizing. Uni o'lchami va shakli bo'yicha teng bo'lgan 3 ta qismga bo'ling debdi. Xo'sh, demak, shaklni chizib olamiz. 1 2 3 4 5, demak, eng uzuni 5 ta ekan. Xo'sh, endi birinchisi 2 ta va 4 ta pastga tushamiz. Xo'sh, endi bunaqasiga sal o'tib ketdi. Xo'sh, chizish ishlari davom etmoqda. Xo'sh, bu 3 ta. Buni o'rtasidan tushgan. Xo'sh, demak, mana bu yerda bitta bor. Va mana bunisi bitta. Xo'sh, ozgina ayrim joylari egri bo'ldi. Aytyapti, daftaringizni ko'chirib chizing. Xo'sh, ko'chirib chizdik. Uni o'lchami va shakli bo'yicha teng bo'lgan 3 ta qismga ajrating. O'lchami ham teng bo'lsin, xo'sh, shakl jihatdan ham teng bo'lsin deyapti. Xo'sh, men o'ylab ko'rdim o'quvchilar. Demak, hozir mana bu yerda shaklni men chizib olishga xato chizib olibman. Boshqatdan chizamiz. Demak, bu shaklni o'chiraman. Xo'sh, o'chirdik. Xo'sh, bu yerda chizish ozroq vaqt talab etyapti o'quvchilar. Siz o'zingiz daftaringizga chizib, keyin bajarsangiz bo'ladi. Men shuni kitobni o'ziga chizib ko'rsataman sizga. Mana. Xo'sh, bizga aytayaptiki, katakli daftar varag'iga ko'chirib chizing. Uni o'lchami va shakli bo'yicha, demak, o'lchami ham teng bo'lsin, ya'ni ko'rinishi ham, shakli ham bir xil bo'lsin deyapti. Xo'sh, hamma joyi teng bo'lgan 3 ta qismga ajrating deyapti. Birinchi kataklarni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta katak bor ekan. Demak, biz shuni 3 qismga bo'lgan paytimiz har bitta katagi 5 tadan bo'lsin. Xo'sh, men o'ylab ko'rdim, mana bunday shakllar hosil bo'lar ekan. Xo'sh, mana bu yerdan boshlaymiz. Qarang, mana bu yerdan chizishni boshladik.
3 4 5. Mana bu birinchisi. Xo'sh, endi mana bunisi. Mana 5 da ikkinchisi. Mana bu uchinchi shakl. Qarang. Kataklar soni bir xil, o'lchami ham bir xil, ko'rinishi ham bir xil, ya'ni shakli ham bir xil. 3 ta qismga ajralib. Xo'sh, demak, berilgan shart bo'yicha mana 3 qismga ajratib yozdik. Siz daftaringizga ko'chirib olib, xuddi shu tartibda 3 qismga bo'lsangiz bo'ladi. 11-masalamiz demak uyga vazifalardan ekan o'quvchilar. Chizmalar chizing. 1 detsimetr uzunlikda kesma chizing. Kesmaning 5 dan 1 qismini bo'yang. Bu necha santimetrni tashkil etadi? Xo'sh, demak 1 detsimetrimiz avvalambor necha santimetr ekanligini topaylik. 1 detsimetrimiz 10 santimetr. Demak 10 santimetr uzunlikdagi kesma chizayotganmiz. Xo'sh, ikkita katakni har doimgidek 1 santimetr desak, bizga 10 ta katak kerak. Xo'sh, egri ketyapti. 2 4 6 8 10. Mana bu jamisi 10 santimetr uzunlikdagi kesma. Xo'sh, 5 dan 1 qismini bo'yang. Ya'ni 5 qismga bo'ling deyapti. 5 dan 1 qismi necha santimetr ekanligini topish uchun 10 ni bo'lamiz 5 ga. Demak, bu 2. Demak, har biri 2 santimetrdan ekan. Xo'sh, demak mana bu 2 santimetr, 2 2 2. Har ikkidan 1 santimetr olaman deb, bittan 1 santimetr olaman, mayli. Xo'sh, endi 5 dan 1 qismini bo'yang deyapti. Mana 5 bo'lakka bo'ldik, 1 qismini bo'yaymiz. Xo'sh, bo'yadik mana shu qismi. Xo'sh, bu necha santimetrni tashkil etadi? Demak, 2 santimetrni tashkil etadi. B qismiga o'tamiz. Bu A qismi edi. 12 santimetr uzunlikda kesma chizing. Kesmaning 6 dan 5 qismini bo'yang. Bu necha santimetrni tashkil etadi? Xo'sh, demak 12 santimetrlik chizayotganimiz endi. Bu 10 santimetr edi. 12 talik chizamiz. Xo'sh, demak to'g'ri chizish ozgina. 10, mana bu 12. Xo'sh, mana bu 12 santimetr. 6 dan 5 qismini toping deyapti. Demak, 6 dan 5 qismini topish uchun 12 ni 6 ga bo'lsak, 1 qismi kelib chiqadi. 5 qismi necha bo'lishi uchun 2 ni ko'paytiramiz 5 ga. 10 santimetr. Demak, 6 qismga bo'lsak, har biri 2 santimetrdan tushadi. Mana 1 2 3 4 5, bunisi 6. Xo'sh, har bir qismchasi 2 santimetrdan 6 da 2 ni qo'shib chiqsak 12 bo'ladi. 5 tasini bo'yang deyapti. Mana 5 tasi. Xo'sh, siz qalam bilan bo'yashingiz mumkin o'quvchilar. Mana 5 tasini bo'yadik. Aytyapti, bu necha santimetrni tashkil etadi? Demak, 5 ni ko'paytiramiz 2 ga, 10 santimetrni tashkil qilar ekan. Demak, birinchisiga javob 2 santimetr, ikkinchisiga 10 santimetr bo'lar ekan.